Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimiz KFC ro'parasida 12 qavatli binomiz 12-qavatida 114 kvadrat 3 xonali xonadonimiz bo'ladi. Ushbu xonadonimiz skvoznoy. Sanuzel qismi. Sanuzel qismi juda did bilan remont qilingan, kataloglarga отдельно e'tibor berilgan. Bu tomonimiz kuxnya bo'lib, kuxnyamiz keng va juda shinam. Bitovoy texnikalar ushbu xonadonimizda hammasi Hofen brendiga tegishli. Bu xonadonda hech kim yashamagan, yangi holatda. Koridor sanuzel ichlari полностью 100% so'plipol qilingan. Bu tomonimizda kattalar yotoqxonasi. O'zining отдельный sanuzeli bor. Ushbu xonadonimiz ikki tomondan ham balkoni bor. Juda chiroyli manzarani ko'rsangiz bo'ladi. Bu tomondan bolalar yotoqxonasi. Mebel texnika jihozlari hammasi yangi holatda. Bu hammamizga qiziq bo'lgan gastyoy qismi. Ko'rishingiz mumkin. Gastyoy qismida mebel jihozlarimiz Ideco brendiga tegishli. Juda did bilan chiroyli qilib remont qilingan xonadon ekan. Baraka topishsin, shunday remont qilganlar. Bu tomonimizda Allohning 99 ta ismi va soatga ixlos surasini biriktirishgan. Ushbu xonadonimizning egalari $88,000 deb baholayapti. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasiz.